Yaxshi xabar shundaki, hozir matkingiz ichida qon emas bu. Shuning uchun ham qon kelmayapti deysizlar. 1-2 tomchi kelyapti. Yomon xabar shuki, bachadoningiz ichida yo'ldoshingizdan остатка qolibdi. Endi buni tozalash kerak bo'ladi. Odatda ana birinchi tug'ruqdan keyin sal ko'proq tozalanishi bo'ladi-da, bolani emizgani sari chiqib ketadi. Men hozir shubhalantirgan narsa, emizyapsiz, qon kelishi to'xtagan o'sha, lekin matkani ichida kусочкlar bor ekan. Shuning uchun vaginalni ko'raylik dedim-da. Shishiqroq bo'lib kelyapti qonim. Sassiq hidli emasmi? Sarg'ishroq narsa, deyarli qon emas. Hozir bachadoningiz ichida bo'laklar qolib ketgan, кусочкlar. Qon emas bu, кусочек. Shuning uchun so'radim, yo'ldoshingizni olishganda sizga aytishdimi, hamma bo'lagi bor, mana hammasi turibdi dedi. Da aytishmagani. Endi asalim buni tozalatishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun homiladorlikdan keyin хотя бы to'g'ri qilgan soat hech bo'lmasa 1 oydan keyin o'zi qildirib qo'yish kerak-da o'zi. Men hozir temperatura yo'q, faqat holsizlik, nimadir oqmalar kelayotgan. Bu uzoq vaqt tursa, o'sha temperatura beradi-da sizga. Agar qon bilan turganida sig'iz chiqqan bo'lardi. Qoni yo'q, faqat кусочкlar bor ekan, bo'lak bo'lib. Hozir полностью bo'sh bo'lish kerak matkingiz. No ichi to'la bizada. Borib tozalatib kelasiz endi. Randomga bir narsani esingizda bo'lsin doim. To siz 40 kunlik chillik chiqaman deguncha raddom siz uchun javobgar. Masalan, 40 kun ichida yana qaytib o'sha raddomga qaytib borishingiz mumkin, ular yana ko'rib beradi sizni. 40 kungacha hozir poliklinikaga chiqqaningiz bilan ular ko'rmaymiz deydi. Raddomga qaytib borasiz deydi. 40 kundan keyin poliklinika nimadir qilishi mumkin. Hozir bizda mayda devorlarida кусочкалari qolib ketibdi bachadoningiz ichida. Shuning uchun ham yaxshi sakrashение bo'lmaganda. Поэтому og'riq sezyapsiz.